Barchaga assalomu alaykum do'stlar. O'tgan safar ko'rgan bo'lsangiz videoni uydan Skosga borib qo'ygandik. Biz 8 minutda endigi safar videoni ko'rib tursangiz, Domodedoga borib qo'yamiz. Eng xavfli aeroportlardan biri. Qani ketdik. Videoni oxirigacha ko'ring. Zapravkani qildik, fonli bak qildik. Xudo xolasa klientning uyigacha 1 soat. Klient oldiga ham yetib keldik, xudo xolasa. Sumkalarni ortdik va Domodedoga kirib oldik, chiroyli qilib. Sumkalar topshirdik, xudo xolasa ketyapmiz Zelyoniy koridorga. Xo'p, aeroport Zelyoniy koridorga kelib oldik. Qanday ekan tog'a? Yashang rahmat akajon, mana sog'-omon hammasini zakonni silliqqina o'zingiz gaplashib o'tkazdik. Hech qanday problema yo'q. Sizga alakasa ishonaveringlar, behil Qatar O'zbekistonga, Tojikistonga o'zlar yurtlarga borasizlar. Hech qanday problema yo'q. Mana shu akaga aytsangiz, silliqqa o'tkazib qo'yadilar. Hamma joyda odamlar Duo qilib qo'ysangiz, xudo xolasa. Xudo inshaalloh har bandani musofirlikda asrasin, hammaga ishida Alloh baraka bersin, sog'lik tinchlik bersin. Alloh akbar. Rahmat. Hop, aeroport Domodedodagi safarimiz qaradi. Akani chiroyli qilib o'tkazdik, chiroyli qilib ketdi. Xudo xolasa, agarda sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib, bitta podpiska bosib qo'ysangiz, sizni bezdakini yurgan do'stingizga yuborib qo'ysangiz, mamnun bo'ladi bu videodan. Like the girls in movie trap, classy. Real bad girl, ma get nasty.